Atalar bilan analarning hayoti mengülük emasdir. Biroq ularning mehr muhabbati mengülükdir. Bizning ota-onamizga qiynishimiz mengülük emasdir. Lekin ularning bizga singirgan ajriga qaytaradigan qarzimiz mengülükdir. Mening perişan qalbimda yangravatgan mengülük hayot naqshi ayni dal shu ota bilan anamdır. Aslida bu eng yaqin ulug' pasbanlarimiz mehr shafqati alamchi ulug' bo'lgan aziz til tumarlarimizdan ayrilish biz bandilarga fani dunyo bilan baqiy dunyo orasidagi shu bir xosiyatlik joy tuproq, ya'ni qabristonlikning mavjudligini barchamizga yana bir qitim yodimizga silib qo'ydi ekan. Bu dunyoning xislatiga qaramla, beshik bilan tavut ekan aramla. Deb aytganidek, bu dunyoda ajalga davo yo'q ekan. Nurliq, o'tliq xiyollar. Xiyol kaptirim ushbu ko'k osmonda yanala erkin parvoz qilishga boshladi. Ko'zimni ichib atrofga jugatganimda ana shu tun Aqtam yezisidagi balaliq davrimiz o'tgan ota-onam tutgan shu uyning to'rida isiqib turgan bu rasmlarga ko'zim tushdi. Ayni shu uy to'rida isiqliq turgan bu rasmlar to'limi yiqimliq, to'limi esil edi. Rasmlarda dadam Arvaxun, anam Tursunbuvining qiyofatlari gavdalangan. Bu rasmlarga uzoq tiklanib qarab, yanada xiyolga botdim. Mana ular mening eng qadrdon, eng suyumlik, eng bebaho, ulug' aziz pasbanlarim emasmidi? Ular mening faxrlik bilan tilga oladigan naqadar ko'yimchan, mehribon, hurmatga sazovor bo'lgan, oliy ehtiromga muvofiq, esil daromadlik, barakatlik g'amguzorlarim edi. Ular mening mehr muhabbatlik, shafqatlik, barakatlik, alamda tangdassiz, eng esil, ulug' til tumarim edi. Men shulardan to'ralgan Uyg'ur qizi ekanligimdan cheksiz iftixorlanib, cheksiz faxrlandim. Ular o'zlari yashagan ayni shu bir davrda oilamizda buyuk bir tarbiyani miros qilib ketganligiga hayron bo'laman. Ulardagi jasorat, ulardagi mehr shafqat, ulardagi iroda, ulardagi sezgurlik, chechanlik, ulardagi nafslik, ulardagi ulug'vor bir ruhni o'zimda yetildirishga qat'iy tirishman. Ailada kendisi bo'lgan qalbi nurga to'lgan dili pok qizinglardan o'tliq ham seg'inishliq salomlar yo'llab o'ldirib, ayni shundoq esil insonlarning farzandi bo'lish supatim bilan yanama cheksiz iftixorlanib ketdim. Rasmlarga qarab egilib, tozim qilib, yanala xiyolga botdim. Dada, bu yorug' dunyodagi eng yaqin, bebaho insonning biri. Dada, u oilaning mustahkam tuvriga, bolalarining dupildab so'qqan yuragi, hayotdagi panohi. Dada degan har farzandning yo'lantisi, buyuk tig'i, har kim uchun eng qimmat zulfiqori. Shu qadrlik oilamizning to'riga bo'lgan otimiz Arab tiyib o'g'lidan ayrilganimizga 32 yildan oshiq vaqt bo'lsa, qarindoshning o'ti bo'lak deb aziz, yumshoq akamiz
Polat Arup oğludan ayrılğanımızgıma arada 2,5 yıl ötüp ketipdi. İnsan hayatı bir xilda güzellik, yaxşılıq, tinchlik bilanla ötmeydiken. Hayat insonga ochig'ini tetitmasa, tatlığının qandaq bo'ladiganini sezib bilatdi. Texi yaqindala aq qog'oz betlariga izlasib, hali ham kech emas, helimi ümitimni üzmeymen. Yaratquchi egam, bir Allah'dan keçeye gündüz anam daim yenimda bolsa ekan deb dualarımda sorayman. Allah'im, anamga mehringdan bir kuch quvvat bergin, bir madad bergin deb nalanib so'rgan emasmidim. Ümit otluq uçqini bilan ümitsizlik huduqishini tarmar qib, hayatlık gülzarga xoş bırak güllerini terginide. Yani hayatı devam edip aramızda yaşaydığınıga ümitlenginimizde. Anam bizge bir qarab koyup, kızım işkimizge, yolunla uçu kızlarım deb qo'llarini egiz ko'tarib ah yo'l tilgan edi. Mehribon onamiz barchamizga o'zining esil, aqliyana nasihatlarini to'xtamay aytib xo'shlashgan edi. Ah, endi hammasi tugadi. Endi kech. Qalbimizda azab turib sükut qilishning, ikki ko'zimizda lix yosh turib, kulib turishning, yurak bag'rimiz o'rtinib, og'riyotgan tura, sezdirmay yurishning qanchalik ig'irligini, tasligini faqatla shu azoblangan qalb va yurakli yaxshi biladi. Xolos. Hammamizning yurak bag'rimizni ezib mo'jivatgan, qalbimizda to'g'lavatgan, ko'zlarimizdan yosh oqqizvatgan bir narsa, o eng yaqin insoningni mangulik yo'qotish, uningdan mangulikka ayrilishdir. Endi hammasi tugadi. Endi kech. Endi zar-zar yig'lab, ko'z yoshlarimiz daryo bo'lib oqsin. Mehrini izlab tapqisiz, her bir farzandiga o'ti bo'lak kuyunadigan, mehriga to'ymagan onamiz endi yo'q. Yuzlari ajriga to'lgan, qalbi pok, ko'ngli oq, qo'llari biz uchun qadoq bo'lgan, sochlari biz uchun oqargan, mehribon, oltin onajonim endi yo'q. Hoyluğa taladın kirib kelginimde, keldingmi balam deb qo'llarida gezit jurnal tutib, beldingda o'ltirgan anam endi yo'q. Anam kiygan kiyimlar endi kir ilg'uch simlarga ilinmaydi. Ah, onajon, ana ulug', ana sehra, ne kadar o kalbi berna, ana daima bizge hemra, ana büyük ulug' dana, ana bütkül insaniyetke hayatlık ata kılıdığan en ulug', en ali hisletlik insandır. Anani süpsüzük, taptaza, müldür bulaqqa, ana mehrini azim deryaga, ananın qalbini nurluq quyoshqa, ananın jamalini tundiki ayga, onun hidini rengareng içilgan xush hidli gülge qiyas qilaman. Her günü sübhida atqan nurluq tang bilan billa her bir sabi
her bir insan yürügi ayni şu ana deb soqar. Ana ailenin amidi, bükülmeydiğen kamidi. Ana en yüksek faziletlik insan. Tapkan tergenleri bilen tükken tügüçlerinin hemmisini balalarga beradigan ihsan. Ana hemmimizning tilida yodlanadi. Yodlangan siri ko'nglimiz shodlanadi. Barchamizga hayotning eng yaxshi fazilatlarini, mehr shafqatini, esil daromadlarini ato qilgan onajon, sizmi her bir farzand uchun eng bebaho, eng qimmat inson bo'lib qalbida mangu saqlanasiz. Men shukurda onaning ne qadar ulug'lig'ini ta'riflab edim. Ona sizga dalalmagan yurak so'zlarimni ushbu sahifalarim betlarida yezib qoldirishni to'g'ri ko'rdim. Bugun aramizdan ketganimizga 40 kun bo'ldi. Biz bu yo'qotish, bu judolik dadidan ig'irlashib ketgan qadamlarimizni taslik qo'zg'ab, ig'ir tiniqlar ilkida yana bugun shig'ildik. Hem sizni eslab, ixtiyorsiz ko'zlarimizga yosh ilib shig'ildik. Siz ketdingiz. Siz bizni tashlab, mangulikka perishta bo'lib ketdingiz. Biz ko'z yosh qilib yig'lab qoldik. Bu ahiretlik safar edi. Sizni bu safarda bearam bo'lmasin dedikmi? Biz qoldik. Siz ketdingiz. Ammo mening ko'nglimning zada ayrilishi kelmadi. Siz ketdingiz. Siz bilan billa mening baxushallig'im billa ketgandek tuyuldi bana. Bir mahal go'yo bir sirtda qolgan kaptardek miskin, g'erib qoldim. Sizni o'ylab qo'lim biror ish qilib bo'lmadi. Siz ketdingiz. Shuning bilan men hijron dadining shunchami kuchli ekanligini yana bir ret to'liq tushundim. Go'yo bu dunyoda eng esil bir narsa yo'qolib ketganda ko'nglim butunlay yerim edi. Yuragim vishildab ichishadi. Yelkamni bir ig'ir tog' besib olgandek bek ig'ir sezlatdi. Siz ketdingiz. Ammo qizim ishkimizga yo'l tilab ketdingiz. Men shu siz tilagan yo'lda, bu hayot bo'stonida qizim ham qarindoshlarim bilan yanama umid ichra xalqim uchun xizmat bo'lib hayot surib qoldim. Endi siz bizni yo'lab qo'g'dig'ichi perishtamsiz. Bu kechalarda oqqan ko'z yoshlarim yostug'im bo'ylab xuddi buyuk Zarafshon daryosidek oqqan edi. Daryolar, mung'a to'lg'an qizim keldi bo'ylarimga. Do'lqinlarim munglarimga zeb yarashdi. Buluq ün qatqanda qaynamlarim bu qalbimning nurlarini elib qochdi. O'tdi kunlar,
Anı sizge köyüp o'tdi. Veyran bo'ldi güzel günüm solgan gülde. Elveda ey anı canım, tıl tumarım. Nur içide yedim uçup periştede. Sığınışqı tola bu xatlarım, goya pervaz qıp uçqan quş, ahiri öz qonduğunu tapqınıdek. Haman bir günü sizni perişteler arasıdan tepip, yetip barıdığınıga ümit qılaman. Sizni desem közlerimge yaşlar gelir. Sığınıman sizni günler ötken siri. Qancha ulug', qancha go'zal perishtamsiz. Qabul qilam Berna qizim xatlarini. Men shundoq halsizlanib, shig'lab yotganimda, tushlarimda ayon bu manga madad berdingiz. To'lg'anligimda siz manga ümit bag'ishlab ah yo'l tiladingiz. Siz hayotim kuychisiz. Sizga ah perishta onam degan nom ajoyib yorishim. Oti o'lsa tirilmas, yosh daryodek oqqanga, onu ecri aqlanmaz, maqtab qo'shoq qilqanga. Farzand bo'lsang vafodor, hayotlikda roz qil, yosin o'qish o'lganda yetmez bir